Shu yerda bitta spor ketyapti. Erkaklar kuchlimi, ayollar kuchlimi desam, mana menda erkaklar auditoriyasi, Sitoropada ayollar auditoriyasi. Oldimizga Sitoropani podpисчиклari kelib qolib, shu Sitoropani ko'rganimdan sizni oldingizga Arslonbekni oldiga o'qishga topshirishga kelaman dedi. Sitoropa bitta intervyu olaylikchi, qani bizga aytib bergan narsalarini. Opajon, auditoriyaga ismingizni ayting. Ismingiz nima? Ismim Nargiza. Nargiz opa, bizni qaysi videomizni ko'rib o'qishga topshirishga qaror qabul qildingiz? Ikkalaringiz dizaynerskiy institutni yonida videoroliklarimizni ko'rib, уже сразу ertalabgacha uxlamay chiqdim. O'zida telefon qildim, сразу kelyapman. Men shu holatingizga qoyil qoldim. Sразу mana shu tomondan spor ketdi. Men aytdim, siz dedim, bitta narsaga 5 ketdim, bugun telefon qilib, bugunda o'zida yetib kelganingizga vaqt ajratib deb. Ha. Men shuni orqasidan ketyapti mana. Nima, erkaklar ответственный emasmi deyapman. Давайте, menda auditoriya 80% erkaklar. Sizda 80% ayollar. Ikkalamiz hozir kollaboratsiya qilamiz. Kommentariyada yozsin, kim aktiv, kim kuchli. Все-таки erkaklar kuchlimi yoki ayollarmi? O'qishga topshirishda ham Sitoropa aytayaptilarki, ayollar tezroq harakat qilib, tezroq o'qishga kiradi. Siz ayollarga yoqadigan gaplarni qiling, chunki ayollardan foyda universitetga degan gaplarni qilyaptilar. Oldida mana bitta подтверждение opamiz kelib, opamiz ham ikkita farzandlari bor. O'g'lingiz bor, qizingiz bor, shunga qaramasdan siz kunduzgi ta'lim shakliga budjet asosida o'qishga topshirmoqchisiz. Niyatingiz qat'iy. 92-yil. 92-yilda. O'qishdan, misol uchun o'qishda erta-kecha yo'q-da. Bir xil erkaklar bor, bo'ldi, уже biz faqat ishlashimiz kerak deb aytadi-da. Mana ayol bo'lib turib, ham o'qimoqchi, ham ishlamoqchi. Farzandlari ham bor. Ayol shunaqa birdek eplaydi-da, ro'zg'orda ham, oilani ham, o'qishda ham. Bo'ldi. Stop, bo'ldi. Shu yerda to'xtatinglar, kommentariyaga yozinglar. Men sizga mana erkaklarni nomidan gapiryapman. Что o'qishga kirishingizga yordam bo'lish uchun mendan sizga tan narxini qilib, xizmatimni tan narxini qilib beraman. Ustiga qo'yish yo'q. Foydasi yo'qmi? Mana Sitoropani oldida kelib qoldingiz, o'sha sizga как bonus sifatida skidka. Ayollar bitta duo qilaveringlar Arslonbekni. Saxiy va klientlari ko'p bo'lsin. Siz ham o'qimishli o'quvchilar, studentlarda ko'proq chiqaring. Xudo xohlasa. RVP olishingizni ham o'zim yonma-yon bo'lib turaman. Xo'p. Kommentariyaga yozishingizdan chiqmasin, bir bang'illataylik erkaklar, давайте. Ayollar, sizlar esa men tomon bo'lib bang'illatinglar.